Suyukli payg'ambarimning do'stlari bilan 365 kun. 5-kun. Hech kimga bildirma. Amakimning o'g'li Muhammad sallallohu alayhi vasallamni bolaligimdan beri juda ham yaxshi ko'rardim. U kishini o'zimga otam Abu Tolibdan ham yaqinroq ko'rardim. Otamning moddiy ahvoli yaxshi bo'lmaganligi uchun men ko'p payt amakimning o'g'li yonida qolardim. Yangam Hadicha roziyallohu anha juda ham boy ayol edi. Shu sababdan amakimning o'g'li menga juda ko'p yordam qilardi. Ularning uyida o'zimni hech ham begona his qilmasdim. Bolalari bilan o'z aka-ukalarim kabi o'ynab rohatlanardim. Bir kuni uyning bir xonasida amakimning o'g'li va ayoli Hadichaning ba'zi harakatlar qilganini ko'rdim. Muhammad sallallohu alayhi vasallam oldida turar, Allohu akbar der, so'ngra ortidan turmush o'rtog'i uning harakatlariga taqlid qilardi. Nima qilganliklarini tushunmadim. Eng oxirida o'tirdilar va boshlarini o'ngga, chapga burib turdilar. Ichkari kirdim, nima qilganliklarini so'radim. Amakimning o'g'li har doimgiday kulimsirab shunday dedi: "Nima qilganimizni senga aytaman, ammo oramizda qolishligiga so'z berasan." Ularga yaqin bo'lishligimga qaramay, to'g'risi bugun ko'rganlarimni bundan oldin ko'rmagan edim. Mendan istalgandek darrov so'z berdim. Albatta hech kimga aytmayman. So'ngra meni qarshilariga o'tirgizdilar va chin yurakdan so'zladilar: "Qara Ali, sen aqlli bir bolasan. Senga bildirganlarimni tushunishligingdan shubham yo'q. Barchamizni yaratgan Alloh meni oxiri payg'ambar qilib yubordi. Biroz oldin ko'rganing uni zikr qilish uchun bizga amr qilgan namoz edi. Endilikda Alloh o'z amri va qaytariqlarini men bilan bildiradi." Uning farishtasi Jabroil alayhissalom menga ko'rindi va ilk oyatlarini keltirdi. Makkaliklarning ibodat qiladigan butlarini rad etgan va Allohga iymon keltirgan har bir kishini mujdalashimni istadi. Bu yangi dinini nomi Islomdir. Faqat mening keltirganim emas, balki oldingi payg'ambarlar keltirgan dinni ham nomi Islom edi. O'ylab ko'rchi, sen ham islomga kirishni istaysanmi? Hali 10 yoshda edim. Aytganlarini hayrat bilan tinglar edim. Yangi bir narsa so'zlar edi. Garchi Makkada o'zlarini Hanif deb nomlagan ba'zi odamlar Ibrohim alayhissalomning diniga ishonishlarini aytar edilar. Ammo ular bu to'plamdan uzoq yashar edilar. So'ngra men bir bola yangi bir dinga kirish, musulmon bo'lish, bularni barchasini miyamda chuvalashar edi. Amakimni o'g'lini so'zlarini biroz o'ylab ko'rishim kerak edi. Shuning uchun menga izn bering, otam bilan bir gaplashay. Agar u qabul qilsa, musulmon bo'laman dedim. Bo'pti, ammo qaroring nima bo'lsa ham buni hech kimga aytma. Kelishdikmi? Bizni ibodat qilgan holatda ko'rganingni insonlar bilmasinlar. Alloh buni hozir oshkor qilishimizni xohlamaydi.